Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, din qardoshlar, bizni kuzatib boruvchi aka-ukalar. Navbatdagi buyurtmamiz tayyor bo'ldi. Moskvaga Shovozbek ukamizga yashil rangdagi avto egar va ortopediya yostiqchasi bilan birga tayyorladik. Bugun xudo xolasa bugun erta buni Moskva shahriga jo'natib yuboramiz. Undan tashqari Shahronxondan zakaz bo'lgan. Shahron shahrida O'zbekiston mana to'q ko'k Jamli siniy rangda ortopediya yostiqchasi bilan bir xilda qilib bering degandi. Mana bitta akamiz Abdurahmon akam adashmasam ana shu narsani tayyorlab qo'ydik. Bugun Shahronxonga jo'natib yuboramiz. Navbatdagilari endi tayyor bo'lyapti. Yana ot terisidan tayyorlangani, jamli siniy rangdagilari, yashil rangdagisi, qora rangdagilari tayyor bo'lyapti. Telefon raqamlari ortimda turibdi. Bemalol telefon qilib buyurtma bersanglar bo'laveradi. E'tiboringlar uchun rahmat.